Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Efirda moliyaviy barqarorlik ko'rsatuvi, zamonaviy tadbirkorlik, moliyaviy savodxonlik va biznes boshqaruvining eng dolzarb masalalarini bir joyda jamlagan ochiq muloqot maydoni. Bugun siz bilan nafaqat raqamlar va iqtisodiy ko'rsatkichlarni, balki muvaffaqiyatning ortida turgan haqiqiy tajribalarni, to'g'ri qarorlar va samarali boshqaruv strategiyalarini ham muhokama qilamiz. Studiyamiz mehmonlari esa Ashurali Latipov, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti moliya menejmenti kafedrasi dotsenti hamda Mutalib Asgarov, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti marketing ixtisosligi bo'yicha mustaqil tadqiqotchi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Demak, ilk savolim, bugungi kunda yangi biznes boshlayotgan tadbirkorlar eng ko'p yo'l qo'yayotgan xatolar nimalardan iborat? Bugungi kunda tadbirkorlar biznesni boshlayotganda avvalambor iste'molchilarni xulq-atvoridan kelib chiqqan holda ularning qanaqa ehtiyojlari bor, qanaqa ehtiyojlarni qondirish kerak, ularning iste'molchilarning ehtiyojlarini qondirish uchun qanday tovar va xizmatlar bozorga taklif qilmoq darkor degan savolga marketing tadqiqotlarini to'liq olib bermasdan javob beryaptilar. Ya'ni bu yerda buni xato demagan bo'lardim, kamchilik. Ya'ni buni to'g'rilasa bo'ladi, xato desa tanqid o'rnida qabul qilinishi ehtimoli yuqori. Shuning uchun tadbirkorlarga marketing tadqiqotlarini to'g'ri olib borgan holda, o'zini maqsadli auditoriyasini to'g'ri aniqlagan holda, ularning ehtiyojlariga eng ko'p mos keladigan tovar va xizmatlarni aniqlay olsagina va bozorga taklif qila olsa, talab albatta yuzaga keladi. Mana shu narsani agar tadbirkorlar mijozga yo'naltirilgan biznes modelida olib borishsa, men o'ylaymanki, bu yerda tadbirkorlarning foydasi ham, aholining ehtiyojlari ham ko'proq qondiriladi. Men qo'shimcha sifatida aytmoqchimanki, o'zim amaliyotda ko'rib yuribman. Endi tadbirkorlikni boshlayotgan quruvchilar ma'lum bir aytaylik bilim va ko'nikmalarga ega emasligi tufayli tegishli tashkilot tekshiruv qilinganida ma'lum bir jarimalarga tortilyapti. Mana shunaqa holatda ularga yuridik o'sha xizmatlar ko'rsatuvchi mutaxassisga birinchi o'sha tadbirkorlikni boshlayotganda murojaat qilish kerakligi, qaysi qonun hujjatlari bilan ishlash kerak ekanligi, qaysi tadbirkorlik yo'nalishiga kirishdan oldin demak o'sha qonunni bilish kerakligi, qonun buzilmasligi kerakligini agar ular mutaxassisni jalb qilishsa, o'sha aytaylik jarimalardan saqlanib qolishlari mumkinligini ko'pchiligi mana shu yerda oqsayapti. Beradigan maslahatlarimiz albatta har qanday tadbirkorlikni boshlashdan oldin yuridik xizmatlaridan foydalanish kerakligi. Ya'ni qonun osti hujjatlari bilan tanishib chiqish kerakligini maslahat bergan bo'lardik. Keyingi savol, minimal byudjet bilan barqaror rivojlanadigan biznes modelini yaratishning eng to'g'ri yo'li qanday? Bu o'rinda tarixga yuzlanishimiz kerak. Eng oxirgi tarixga ko'ra 1980-90-yillarda internet bumi bo'lgan, ya'ni ko'p biznes modellar internet orqali tovarlarni, xizmatlarni sotishni boshlaganda shunaqa vaziyat yuzaga kelganki, hattoki moliyaviy jihatdan mustahkam kompaniyalar ham ko'psi bankrotlikka uchrab ketgan va bu vaziyatda Amazon, Google, Apple kabi kompaniyalarni olib chiqib ketgan yagona narsa bu sifatli, o'z malakasini oshirgan tajribali menejerlar. Ya'ni bugungi kunda ham o'ylaymanki, agar moliyaviy yetishmovchilik bo'lsa ham, o'sha biznes jamiyatga tovar va xizmatlarni deylik ehtiyojlarini to'liq qondira olmaydigan darajada yoki to'g'ri sifatli servisni tashkil eta olmasa ham, lekin u yerda kuchli menejerlar bo'lsa, bu albatta kadrlar masalasiga borib taqaladi. Kuchli menejerlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu krizis davrlarda, krizisli momentlarda kompaniyalarni bunaqa menejerlar albatta barqaror biznes va stabil o'sishga erishadigan kompaniya sifatida bozorda qoldira oladilar. Bu eng ehtimoli yuqori bo'lgan o'sha kompaniyaning bozorda qolishiga yordam beradigan omil deb o'ylayman. Raqobat kuchli bo'lgan bozorda o'z brendingizni rivojlantirish uchun nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? Raqobat kuchli bo'lgan bozorda iste'molchilarni ongida qolish uchun, ularni ongida yaxshi pozitiv imij qoldirish uchun birinchi o'rinda raqobatchilardan nimalar bilan ajralib turishimizni ko'rsata olishimiz kerak. Birinchi o'rinda bu narsani o'zimiz bilishimiz kerak. Chunki tadbirkor o'zi sotayotgan tovarlari, bozorga taqdim etayotgan xizmatlarini unikal jihatlari, boshqa raqobatchilardan nimasi bilan ajralib turishi kerak, nima uchun aynan 10 ta xizmat ko'rsatish obyekti yoki tovar sotadigan o'sha tovarni analoglari bo'ladigan bo'lsa, shular bilan meni tovarim, meni xizmatim nimasi bilan farq qiladi degan savolga faraz qiling, tadbirkor o'zi ham javob bera olmayapti.
iste'molchi albatta bu narsaga javob bera olmaydi. Shuning uchun raqobat kuchli bozorda birinchi o'rinda biz boshqa raqobatchilarimizdan nimamiz bilan yoki tovarimiz nimasi bilan ajralib turadi, mana shu narsani o'zimiz uchun bilib olib, keyin o'sha narsaga ko'proq e'tibor berish kerak. Qanaqa qilsa o'sha tovar yanada yaxshiroq bo'ladi, aynan o'sha jihatni reklama qilish, o'sha unikal jihat haqida ko'proq axborotni bersakkina, men o'ylaymanki, raqobatli bozorda ham, raqobat o'ta kuchli bo'lgan bozorda ham biz yashab qola olamiz, ya'ni tadbirkorlar. Bu yerda albatta brend masalasi ketyapti. Brend shakllantirishda albatta boyagi raqiblarni yoki bo'lmasa bozordagi mavjud mahsulotlardan ustunlik jihatlarini albatta aniqlashtirib olish kerak. Tannarxini qanchalik raqobatchilardan aytaylik pastroqqa tushirishi mumkin. Bugungi kunda ko'ryapmiz, Xitoy Xalq Respublikasining o'zida 100 demak 15 dan ortiq avtomobil ishlab chiqarish zavodlari, markalari mavjud ekan. Ushbu Xitoy avtomobillari bugun hech kimga sir emas. Butun dunyoda o'z tannarxi bo'yicha butun avtomarkalardan pastroq, lekin sifati bo'yicha yuqorilashga tengki, lekin past emas. Albatta ular bozorni egallash maqsadida mahsulot sifatini yuqori qilib, tannarxi deymiz, sebestoyimiz, o'shani eng maksimal pastga tushirib, qolgan o'yinchilarni bozordan chiqarib, siqib chiqarish strategiyasini hozir qilyapti deb mutaxassislar ko'pchilik fikr bildiryapti. Albatta mana shu yerda tannarx va sifatga e'tibor beriladigan bo'lsa, brend albatta bozorda ko'proq o'z faoliyatini olib borish imkoniyatiga ega deb hisoblaymiz. Rahmat. Navbatdagi savol: raqamli marketingning qaysi yo'nalishlari yaqin yillarda biznes uchun eng samarali bo'lib qoladi deb o'ylaysiz? Raqamli marketing deganda bu ko'pchilik internet marketing bilan, internet vositalari yordamida marketing olib borishni tushunishadi, lekin raqamli marketing undan ham kattaroq, ko'proq masshtabni egallab oladi. Chunki raqamli marketing uchun aynan internet tarmog'i bo'lishi shart emas. Bu ko'chalarda o'sha bekusha strokadagi yugurib turuvchi, yonib turuvchi ma'lumotlar ham, boyagi televizor, katta ekranli bannerlar ham, ular ham raqamli marketingga kiradi va hozirgi yaqin kelajakda aktual bo'ladigan narsa bu albatta ijtimoiy tarmoqlar marketingi, kontent marketingi bo'ladi deb o'ylayman. Chunki tadqiqotlarga ko'ra AQShda 25%ni, aholining 25%ni egallab olish uchun, axborot bilan qamrab olish uchun televideniyega 26 yil, radioga 12 yil, jurnallar yordamida, mahalliy matbuot vositalari yordamida aholiga axborot yetkazishni o'sha narsani mashhurlashtirish uchun 30 yil kerak bo'lgan deb aytishadi. Internet marketingga esa umuman internetni o'ziga o'sha aholiga axborot yetkazishni ta'minlashga bor yo'g'i 7 yil kerak bo'lgan. Ya'ni men aytmoqchimanki, internet marketing vositalarini yaqin kelajakda aktual bo'ladi deb o'ylashimning sababi eng tez egallab oladigan, aholiga eng tez axborot yetkazib berishini ta'minlaydigan tarmoq internet bo'lgandan keyin albatta marketing vositalari ham, tadbirkorlarning o'zi ham bu narsaga tezroq ko'nikib, o'sha narsaga to'g'ri yondashib, o'sha internet yordamida olib boriladigan marketing vositalarini ko'proq qo'llab olishadi va bu sohada bugungi kunda ham hosil bo'lmoqda va kelajakda ham yangi soha mutaxassislariga albatta talab ko'payadi. Shuning uchun aynan internet marketing vositalari yordamida bozorni tadqiq qiladigan, mahsulotlar promotsiyasini amalga oshiradigan mutaxassislarga talab yuqori bo'lganligi tufayli shu sohada bilim egallagan, tajriba orttirayotgan yoshlar yoki mutaxassislarga talab ko'proq bo'ladi deb o'ylayman. Marketing sohasidan uzoqlashmaymiz. Content marketing nega bugungi tadbirkor uchun muhim vosita sanaladi va uni to'g'ri yo'lga qo'yishning asosiy tamoyillari qanday? Avvalambor kontent tushunchasiga aniqlik kiritadigan bo'lsa, kontent bu berilayotgan axborot, ma'lum bir tovar haqida, xizmat haqida, voqea, jarayon, hodisa haqida axborot berish bo'lgandan keyin bugungi kunda o'sha statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, yildan yilga oshib bormoqda internet orqali kontent olayotganlar soni. Bu yoshlarga ham, o'sha yosh bo'yicha chegarasi yo'q. Ham aholining barcha qatlamlariga juda shiddat bilan kirib bormoqda. Shuning uchun kontent marketing turli xil vositalar bor. U yerda internet orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali, veb-saytlar orqali, mobil ilovalar bugungi kunda juda ham aktual hisoblanadi. Mobil ilovalar orqali kontent marketing yuritish aktuallashib ketyapti va shuning uchun kontentni hozir matbuot, televideniya, radiodan ko'ra tobora optimallashtirib borish kerak, aynan internet orqali, internet tarmog'i orqali yetkazishda. Ana o'shandagina tovar va xizmatlarimizdan
umuman tadbirkorlarimiz ishlab chiqarayotgan tovar va xizmatlarni internet orqali sotilishi oson bo'ladi deb o'ylayman va bu albatta ularning foydasini oshiradi. Foydani oshirishi tadbirkorning eng birinchi maqsadi. Men ham qo'shimcha qilmoqchiman mana shu content marketingiga. Bugungi kunda agar e'tibor beradigan bo'lsak, yurtimizda agar tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarda o'zini sahifasiga ega bo'lish kerak. Chunki obunachilar orqali, reklama orqali kelayotgan mijozlar oqimini o'sha kontent deyapmiz. Mana bu hozir kontent orqali o'zini ijtimoiy tarmoqlarda ommalashtirsa, mijozlar soni anchagina oshib boryapti. Quruvchilar, uylar qurilishi bilan shug'ullanayotgan katta tadbirkorlarimiz ham aynan bugungi kunda o'sha kontent marketingiga murojaat qilib, yopiq Telegram kanallari, yopiq ijtimoiy o'sha kanallarga taqdimot o'tkazib, aynan o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zini mahsulotini sotishga harakat qilishyapti. Demak, bu zamonni talabidan kelib chiqib, mahsulotni mana shu platformalarga joylashtirish va shu orqali sotuvlarni oshirish, demak, bugungi kunda ommalashgan ekan. Bu o'ylaymanki, yana ham yuqorilashib boraveradi, rivojlanish va bunga demak moslashish kerak har bir tadbirkor. Yana bir mutaxassis fikri bo'yicha aytayaptiki, qaysi bir tadbirkorni demak bugungi kunda mana ko'pchiligimiz bilamiz, Yandex ilovasi bor. Yandexda agarda o'sha lokatsiya joylashuvi belgilanmaydigan bo'lsa, demak ancha tadbirkorlikda, biznesda orqada qoladi degan o'zini xulosalarini ham beryapti. Rahmat. Bugun qaysi sohaga qaramaylik, albatta sun'iy intellekt tushunchasini ko'ramiz. Sun'iy intellekt tatbiq qilinayotgan texnologiyalarni ham ko'ramiz, to'g'rimi? Albatta sun'iy intellekt biznes boshqaruvida qanday real o'zgarishlar kiritmoqda? Sun'iy intellekt endi biznesda qanaqa o'zgarishlarga olib keladi deydigan bo'lsak, va biznes jarayonlar bor, to'g'rimi? Biznes jarayonlar qachon boshlanadi? Hali korxona mahsulotni ishlab chiqarmasdan oldin, o'sha xizmatni ishga tushirmasdan oldin marketing tadqiqotlari, bozorni o'rganishda biz biznes jarayonlarini boshlaymiz. Chunki maqsadli auditoriyamizni aniqlaymiz, ularning qanaqa ehtiyojlari bor, shu ehtiyojlarni inobatga olgan holda tovarimizga o'zgartirish kiritamiz, uni sifatliroq, qaysidir jihatini ustunroq qilamiz. Shu jarayondan boshlab to sotishdan keyingi xizmatlar ko'rsatishga, yetkazib berish, o'rnatib berish, o'rgatib berish kabi xizmatlargacha bo'lgan jarayonlarni barchasini o'z ichiga oladi biznes jarayonlar. Va mana shu biznes jarayonlarni barchasiga taalluqli bo'lgan o'zini vositasi bor, platformasi bor. Sun'iy intellektni qo'llaydigan bo'lsak, bu jarayonlarni barchasini biz optimallashtirishga, ya'ni kerakli joyda tezroq o'sha ishni bajarishga erishishimiz mumkin. Masalan, oddiy bozor tadqiqotlarini oladigan bo'lsak, so'rovnoma o'tkazishimiz kerak, biz fokus guruh tashkil qilishimiz kerak, iste'molchilarimizni fikrlarini inobatga olishimiz kerak. Biznes jarayonida deylik, logotiplar o'ylab topish, o'sha brendni nomini o'ylab topish, tovarni qaysi do'konlarda franchiza orqali sotsak yaxshimi yoki qaysi oldindan aniqlangan do'konlarda sotsak yaxshimi yoki o'zimizni shaxsiy do'konimizni ochib sotishimiz kerakmi yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali sotishimiz kerakmi? Bularning barchasiga sun'iy intellekt endi insonning intellektidan yaxshiroq emas, tezroq javob beradi. Mana shu jarayonlarni agar biz joriy qiladigan bo'lsak, sun'iy intellekt aynan nimasi bilan yordam beradi? Jarayonlarni tezlashtirishga. U jarayonlar tezlashgandan keyin biz o'zimizni operatsion qarorlarimizdan chetroqqa chiqib, tadbirkor egasi sifatida operatsion texnik qarorlar chiqarmasdan strategik yo'nalishlarni biznesga bera olamiz va shu orqali biznes yana yaxshiroq rivojlanadi. Endi men qo'shimcha qiladigan bo'lsam, sun'iy intellektni biznesga, biznes boshqaruvidagi roli birinchi o'rinda bugungi kunda juda ham katta big datalar deymiz, statistik ma'lumotlarni, katta hajmdagi o'sha materiallarni juda qisqa vaqt ichida analiz qila olish qobiliyati. Ya'ni sun'iy intellekt orqali bugun tadbirkor bozorda qaysi mahsulot turi ommalashgan, sotuv qaysiga ko'proq ehtiyoj bor, qaysi tovarlar, mana shu statistikalarni, katta hajmdagi materiallarni sun'iy intellekt orqali juda qisqa davrda, juda oz vaqtda demak uni analiz qilish imkoniyati bo'lyapti. Ikkinchi masalasi bu 24 ga 7 holatda javob bera olish. Ya'ni ko'ramiz, tadbirkor o'zining platformalarida joylashtirgan mahsulotlarni, lekin ishchilar ma'lum bir vaqt oralig'ida ishlashadi. Operatorlar deymiz, murojaat qiluvchilar, chat botlar degan narsalar chiqqan hozir. Unga o'sha
mahsulotga qiziqish bildirgan mijozlar istagan davrda murojaat qiladigan bo'lsa, sun'iy intellektga shunaqa komandalar berilgan, ularga mahsulot haqida o'zlari qiziqtirgan savollarga javob berishadi. 24/7 mana shu xizmatdan foydalana olish. Ya'ni biznesmen umuman mana shu platformalar orqali, ya'ni sun'iy intellektdan foydalanish orqali mahsulotlarini istagan davrda sotishi, mijozlarga istagan davrda javob berish imkoniyatlari yaratib berilayotganini aytib o'tishimiz kerak. Ya'ni o'sha jarayonlarni tezlashtirishdan tashqari ma'lumotlarni yana bizga filtrlab ham beradi. Rahmat. Bugun iqtisodiyot haqida gapirilganda albatta yashil iqtisodiyot haqida so'z ochmasak noo'rin, to'g'rimi? Yashil iqtisodiyot, ya'ni green business tamoyili O'zbekistonda qay darajada joriy etilmoqda va kichik biznes ham bu jarayonda ishtirok eta oladimi? Agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, bizni 2025-yilimiz atrof muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot yili deb e'lon qilindi. Oliy ta'lim dargohlarida yashil iqtisodiyot fani o'tib boriladi. Yashil iqtisodiyot o'zi nima? Yashil iqtisodiyotga agar izoh beradigan bo'lsak, sodda tilda tushuntiradigan bo'lsak, xalqga yashil iqtisodiyot bu tadbirkorlik bilan shug'ullanish, atrof muhitga zarar yetkazmasdan daromad topish. Atrof muhitni, tabiatni ifloslantirmasdan ularga qayta ishlab chiqaruvchi mahsulotlarni, qayta tiklanadigan energiya resurslaridan foydalanish orqali tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib daromad topish. Ya'ni bugungi kunda mana yashil iqtisodiyotga o'tib borish davrimizda hukumatimiz mana ekologiyada ba'zi bir kamchiliklar sababli bugungi kunda ishchi guruh tashkil qilindi va o'sha yashil iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida hukumatimiz tomonidan tadbirkorlarga ma'lum bir sohalarga subsidiyalar ajratilgan, suvlarni demak tejash texnologiyalari olib kirilyapti, quyosh panellari o'rnatilyapti, tadbirkorlarga ma'lum bir imtiyozlar, o'sha jihozlarni olib kirishda bojxona demak imtiyozlarni taqdim qilib boryapti. Undan tashqari xonadonlarga quyosh panellarini o'rnatgan xonadon vakillariga elektr energiyalarini davlat demak sotib olyapti. Ularga qo'shimcha demak daromad topishlariga imkoniyat yaratib beryapti. Yashil iqtisodiyot demak kelajakda o'sha resurslardan oqilona foydalanishimiz kerak ekanligi va kelajak avlodga biz ham o'sha tabiatni asrab avaylashimiz bizni burchimiz ekanligi haqida ham ko'p bora mana shu davlatimiz rahbari ham ta'kidlab o'tyaptilar. Navbatdagi savol, ishchi xodimlar uchun sog'lom va motivatsion muhit yaratish biznes barqarorligiga qanchalik ta'sir qiladi? Agarda tadbirkor faqatgina olib borayotgan tadbirkorlik faoliyatida o'ylasaki faqat mahsulotning sotilayotgan hajmi yoki bo'lmasa mijozlar soni muhim deb qaraladigan bo'lsa, u mana shu yerda biroz adashgan hisoblanadi. Chunki uning eng katta boyliklari, aktivlari bu uning xodimlari ham hisoblanadi. Unga demak sog'lom muhit yaratib berishi, yaxshi sharoitlar qilib berishi va vaqtida aytaylik uni rag'batlantirib turishi bugungi kunda zamonaviy motivatsiya har doim shu motivatsiya so'zi ommalashib ketyapti. Uni moddiy va ma'naviy demak rag'batlantirib turmas ekan, demak yana bitta adabiyotda shunday keladiki, tadbirkor agarda o'z ishchisiga qanday muomala qilsa, o'z ishchisi o'sha tadbirkorning biznesiga xuddi shunday muomala qiladi deydi. Demak, buni o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, o'sha tadbirkorlik faoliyati muvaffaqiyatli yoki bo'lmasam muvozanatni saqlagan holatda uzoq yillar davomida agar tadbirkorlik faoliyatini olib bormoqchi bo'lsa, albatta xodimlarga yetarli shart-sharoitlar qilib berilishi kerak. Zamonaviy bugungi kunda mana Yapon modeli, Yapon mo'jizasi haqida gap ketadigan bo'lsa, Yaponiyada shunaqangi dastur ishlab chiqilgan ekanki, xodim bitta korxonaga ishga kiradigan bo'lsa, xodim to pensiyaga chiqqunigacha o'sha kompaniya demak uni ish bilan ta'minlab berish vazifasi yuklatiladi. Xodimdan ham sidqi dildan o'sha kompaniyaga rivoji uchun hissa qo'shishiga o'zini qo'ldan kelgancha mehnat qilishi majburiyati yuklanadi. Bu yerda ikki tomon ham demak bir-birini qo'llagan holatda xodim istaydiki, bu kompaniya bankrot bo'lmasligi uchun o'zini malakasini oshirib, hissasini qo'shadi rivojlantirish uchun, kompaniya esa o'z vaqtida
uni o'sha pensiya davrigacha moliyaviy qo'llab-quvvatlab, umrining aytaylik o'sha ma'lum bir qismlarini ish bilan ta'minlab berishi kerakligi. Bu ham bir yaxshi dasturlardan biri. Yana bir Germaniya davlatidan oladigan bo'lsak agar, xodimlarni motivatsiyalashtirish usullaridan biri bu haftalik, oylik eng yaxshi ishchi xodim sifatida shunaqangi dasturlari bor ekanki, ma'lum bir korxonalarda aytaylik oyning eng yaxshi ishchisi degan yoki bo'lmasam o'zimizda bor, masalan, yaxshi bir tadbirlarda faol ishtirok etganligi uchun unga faxriy yorliq yoki bo'lmasam moddiy rag'batlantirishlar. Har bir xodim o'zi istaydiki, o'sha qilayotgan ishidan mazmun, mohiyatini anglab yetsa va rohatlanadigan bo'lsa, demak, ish samaradorligi ham oshar ekan. Xususan, Harvard Business maktabida tadqiqot olib borilganda, rahbar xodimlariga motivatsiyalashtirib, har hafta ular bilan suhbatlashish orqali korxonaning demak daromadi 12% dan 25% gacha o'sishi demak tadqiqotlarda ko'rinib turibdi. Demak, rahbarga juda katta narsa bog'liq, xodimlarni o'z vaqtida motivlashtirib turishi, xodimlarni ham ushbu kompaniyaga sodiqligini har doim o'sha ta'minlab turishi ikki tomonning ham demak zimmasida ekanligi bu yerda mana shu ko'rsak bo'ladi. Har bitta chetda ishlab kelayotgan yoshlarimiz, masalan, talabalar stajirovka o'tab keladimi, o'sha Dubayda ishlab keladimi yoki Yevropaning qaysidir davlatda ishlab kelyaptimi, Qo'shma Shtatlarda ishlab kelyaptimi, hammasini amaliyotda ko'rib, bu yerga kelib, O'zbekistonga kelib aytayotgan narsasi hammasi bir xil mazmunga borib taqalyapti. Boshqa davlatda insonni qadri ustunroq ekan. Nima uchun bu narsa aytilyapti? Chunki aynan korxonalar o'zini xodimiga xuddi nima deydi, o'zini oila a'zosi, oilaviy asosda o'sha faqat resurs sifatida, faqat amortizatsiya qilinadigan resurs sifatida emas, balki korxonani kelajakda hissa qo'shadigan, foydasini ko'paytirib beradigan inson sifatida, odam sifatida qaraganligi uchun ular shunaqa deyapti. Bizda ham bu imkoniyat bor, uni bemalol qilishimiz mumkin. Buning uchun globalizatsiya sharoitida mana HR mutaxassislari deyapti, human resource management hozirgacha ba'zi bir korxonalarda ajal kadr yoki kadrlar bo'limi ishlab turibdi, lekin bugungi kunda biz human resource managementga o'tishimiz kerak. Ya'ni korxonaga kelgan har qanday xodimni to ishga ko'nikib ketgan davrdan boshlab u qanaqa kitoblar o'qish kerak, qanaqa kurslarni o'rganish kerak, qanaqa tajribadan o'tish kerak, bu korxonaga foyda bo'la oladigan qanaqa amaliy ko'nikmalarni rivojlantirib borish kerak, qachon shular HR mutaxassis tomonidan nazorat qilib borilsagina, bu ham baribir oxir-oqibatda o'sha tadbirkorning o'ziga foyda bo'ladi. Faqatgina xodimga emas. Va shuncha aytmoqchimanki, bu yerda faqat resurs sifatida qarash kerak emas, o'sha har bir xodimga individual tarzda yondashgan holda uni korxonaga ertaga nimaga olib kela olishini oldindan ko'rib, unga investitsiya albatta kiritish kerak. Investitsiya deganda faqat moliyaviy ko'rinishda emas, balki qo'llab-quvvatlovchi, hozir aytib eslatib o'tdilar, qayerdadir yaxshi muomala, yaxshi gapirish, uni muammolarini hech bo'lmasa tenglash, qo'ldan kelmasa ham yechish. Tinglash ham u odamga albatta yaxshi ta'sir qiladi. Shu narsani qo'shimcha qilib o'tgan bo'ladi. Yoshlar haqida gap ketganda, haqiqatda bugun har qaysi sohaga qaramaylik, albatta yoshlarimizning faolligini, intilayotganini ko'ramiz. Xususan tadbirkorlik sohasida ham, shuningdek yosh tadbirkorlar orasida tez natija kutish odati ham kuchayib bormoqda, to'g'rimi? Bu qanday xavf tug'diradi? Shuningdek, yosh tadbirkorlarga muvaffaqiyat uchun qaysi muhim maslahatlarni bera olasiz? Tez natija kutish bu men o'zim yomon narsa deb o'ylamayman, chunki hozir ko'ryapmiz, oddiy tildan ham ma'lumda, bizda o'zbek tilida biznesni yurg'izish, rus tilida ham VC biznes deb aytiladi. Oddiy til madaniyatga ta'sir qilish haqida gapiradigan bo'lsa, inglizlar run a business deydi. Ya'ni biznesni ular yugurtiradi. Shuning uchun yoshlarimizda bu narsa bo'lishi yomon narsa emas, bu yaxshi deb o'ylayman. Faqatgina natija kutish, tez natija kutish, birdaniga katta foyda kelib qolish, agar ozgina mahsulot ozgina harakat qilib ko'p natijaga erishish sifatida ko'riladigan bo'lsa, bu ozgina noto'g'ri shakllangan tushuncha, lekin ko'proq harakat qilish evaziga ko'proq foyda olish sifatida qarashayotgan bo'lsa, tez natija kutish deganda buni yomon tarafi yo'q. Bu narsani faqat tushuntira bilish kerakki, qayerdadir resurs sarflanganda biz ko'pincha moliyaviy resurs sarf qilamiz. Bironta biznes boshlaganda investitsiya deganda faqat moliyaviy resursnigina tushunamiz. O'sha yoshlarga shunchaki tushuntirib borilishi kerak, resurs faqat moliyaviy emas, vaqt sifatida bo'lishi mumkin. Ya'ni qayerdadir
o'sha vaqtni sarf qilib ham katta foydaga erishishni tushuntirib borish kerak. Ana o'shandagina qanchadir harakatdan tashqari, moliyaviy mablag'lardan tashqari vaqt ham kerak o'sha bozorga kirib olish uchun, iste'molchilar ongida pozitiv imij qoldirish uchun, iste'molchilarni mana shu tovar yoki xizmatga o'rgatish uchun ham hech bo'lmasa vaqt kerakligini tushuntirsa, menimcha buni yomon tarafi yo'q deb o'ylayman. Men boya suhbatimiz boshida tadbirkorlarimiz ma'lum bir sohaga kirishdan oldin huquqiy savodxonligi biroz kamligi haqida gapirdim. Mana shunga misol sifatida mana tez natija kutish yoshlarimiz orasida haqiqatdan ham bugungi kunda siz aytgandek ko'payganligi. Bu meni shaxsiy fikrim ijtimoiy tarmoqlarda juda ham tez natijaga erishganlik haqidagi videoroliklar yoki bo'lmasam juda tez muvaffaqiyatga erishgan insonlarning kontentlari ko'payganligi sababli yoshlarda shunaqangi tushuncha paydo bo'lyaptiki, demak, men ham mana shuncha tez harakat qilsam, tez shunaqangi natijalarga erishishim mumkin deydida, o'zlari bilmagan sohaga kirib qolib, moliyaviy savodxonlik yetarli darajada emasligi tufayli ular tadbirkorlikda moliyaviy o'sha xatolarni yo'l qo'yishi, strategik fikrlash hali u daraja rivojlanmaganligi sababli yoki tanqidiy fikrlash ma'lum bir darajadagi erishmaganligi sababli biznesda xato qilib qo'yayotganliklari, ma'lum bir bankrot holatlariga uchrab qolib, yoshlarda tushkunlik, stress holatlari, keyinchalik qanaqangidir yomon illatlar, qonun buzilishlari yoki jinoyatchilikka ham olib kelyapti. Shuning uchun albatta hozir Mutarib Alisherovich aytayotgan fikrlari ham to'g'ridir va men lekin shu yerda qo'shimcha qilmoqchi bo'lgan narsamki, avvalo ular sabr qila bilish kerak. Tadbirkorlik bu uzoq muddatli proses, ya'ni ular birinchi o'rinda natijaga emas, jarayonga e'tibor qaratishlari kerak. Ustoz tanlay bilishlari kerak. Ustozdan o'rganadigan. Aytaylik, tadbirkormi, ma'lum bir sohaga kirmoqchimi, o'sha mutaxassisga, o'sha tadbirkorga borib suhbat olish kerak. Yuridik jihatdan maslahat olish kerak. Savodxonlik, o'sha moliyaviy savodxonlik bilimlarini oshirish uchun o'ziga investitsiya kiritish kerak avval. Bilim ko'nikmalarini, ustozdan olgan o'sha ko'nikmalari, o'gitlarini keyin hayotda asta-sekinlik bilan tatbiq qila boshlasa, qanday natija erishishimiz mumkin? Shu narsalar jarayon bosqichma-bosqich o'tgandan keyin u tadbirkor yillar davomida o'sha muvaffaqiyatga erishishi mumkin. Rahmat. So'nggi savol. Har bir tadbirkor o'z faoliyatida albatta rivojlantirishi lozim bo'lgan 3 asosiy ko'nikmalar qaysilar? 21-asr axborot asri, internet kirib kelgan asr deb hamma joyda ko'ryapmiz. Bunaqa paytda tadbirkor emas, hatto xodim bo'lib ishlasa ham, qaysi sohada faoliyat yuritishidan qat'iy nazar, o'sha biznesda katta muvaffaqiyatga erishgan jahon darajasidagi, respublika miqyosidagi tadbirkorlarni hammasini gapini umumlashtiradigan bo'lsak, 3 ta asosiy ko'nikma bor. Birinchisi bu soft skills, ya'ni hard skills bor, soft skills bor, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, ya'ni bilimlarni, nazariy bilimlarni ko'paytirishga emas, balki insonlar bilan muloqot qila olish, ularga to'g'ri yo'nalish bera olish, iste'molchilar bilan qanaqa gaplashish, ma'lum bir vaziyatda stressga uchrasa ham o'sha ishni samaradorligini pasaytirmasdan ishini davom ettirish, bu tadbirkorlikka ham kerak. Ya'ni birinchi eng asosiy e'tibor beriladigan narsa bu amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish deb o'ylayman. Ikkinchisi vaqtni, albatta bu ham hamma joyda aytiladi, lekin nimagadir fan dasturlarga kiritilmagan, chetda o'tiladi bu narsa. Time management degan fan bor, bizda yo'q. Ya'ni bolaga maktab 8-9-sinfdan boshlab vaqtini qanaqa qilib to'g'ri taqsimlash, nimaga asosiy ustunlik berish, birinchi darajadagi, ikkinchi darajadagi, uchinchi darajadagi qilinadigan ishlarni yoshlikdan o'rgatib kelinyapti-da. Bu albatta kelajakda kerak bo'ladigan narsa. Globalizatsiya deyapmiz, internet asri deyapmiz. Bizga ham bu kerak va tadbirkor o'zining vaqtini endi resurs bo'lgandan keyin albatta to'g'ri taqsimlashni ham o'rganishi kerak. Bu ikkinchi ko'nikma. Uchinchi ko'nikma, mana pandemiyadan keyin shu narsa ma'lum bo'lib qoldiki, ko'p narsalarni, ko'p tadbirkorlik sohasidagi ko'plab xizmatlarda raqamlashtirish, masofaviy turib ishlash kabi nimalar, nozik nuqtalar ko'rinib qoldi va bugungi kunda ham bu aktual va yanada aktuallashib boraveradi deb o'ylayman.
chet elda ham bu yerda xalqaro tajribani yana bir ko'rib chiqish kerak, ko'proq o'rganish kerak. Masofaviy ishlash ko'nikmasi. Bizda oddiy masofaviy ishlashda amal qilinadigan biznes etikalarga rioya qilish, o'zi biznes etikani bu bandlar nimadan iborat desangiz, yoshlarimiz sanab bera olmaydi. Bu narsalarni o'rgatish kerak va tadbirkor ham bu narsaga unaqa xodim ishlatgandan keyin avval tadbirkorning o'zi bilishi kerak masofaviy ishlashni. Mana shu masofaviy ishlash ko'nikmasi 3-darajadagi eng asosiy ko'nikma deb o'ylayman. Men birinchi ko'nikmaga qo'ygan bo'lardimki, boyagi Mutalib Alisherovich aytganlaridek, bugungi kunda axborot juda ham ko'p. Ushbu axborotlarni tanqidiy ravishda tahlil qila bilish, to'g'ri foydalana bilish. Ya'ni internet olamida juda ham ko'plab yolg'on xabarlar ham bor, boshqa mana shu ma'lumotlardan to'g'ri fact checking qilish, fake o'sha xabarlarni ajrata olish ko'nikmalarini, demak, critical thinkingni, ya'ni tanqidiy fikrlashni rivojlantirish. Ikkinchi ko'nikmaga qo'shgan bo'lardimki, sabr va halollikni. Har bir tadbirkor ish boshlashda albatta uning maqsadi daromad topish, ammo halol yo'l bilan mahsulot, o'sha ovqatlanish xizmati bo'lsin, xizmat ko'rsatish bo'lsin, oxirgi nuqtamiz halollik bilan o'sha kasbiga demak murojaat qilish kerak, kasbiga xizmat qilish kerak. O'sha kasb unga demak non topib beryaptimi? Unga halol demak munosabatda bo'lish kerak. Va uchinchi ko'nikma time managementga albatta qo'shimcha sifatida aytgan bo'lardimki, bir mutaxassis aytgan ekanki, agar tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsang va mijozlarga kulib muomala qila olmasang, demak sendan tadbirkor chiqmaydi. Kommunikatsiya, muloqot jarayonlarini o'z ustida ishlash kerak. Insonlar bilan ishlaydigan kasblar bor, tadbirkorlik faoliyatlari bor. Demak, o'sha soft skills deyapmiz, insonlar bilan muloqot qilish jarayonlari, muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantirishni tavsiya qilgan bo'lardik. Aziz teletomoshabinlar, efirda moliyaviy barqarorlik ko'rsatuvi bo'ldi. Bugun biz sizlar bilan muvaffaqiyatning ortida turgan haqiqiy tajribalarni, to'g'ri qarorlar va samarali boshqaruv strategiyalarini studiyamiz mehmonlari bilan birgalikda muhokama qildik. O'ylaymizki, suhbatimiz tadbirkorlar uchun, shuningdek yosh tadbirkorlarimiz va shu bilan birgalikda endi tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lgan yoshlarimiz uchun manfaatli bo'ldi. Sizlarga rahmat. Keyingi ishlarda omad va zafarlar tilaymiz. Teletomoshabinlar, keyingi dasturlarda uchrashguncha salomat bo'ling.